Assalomu alaykum hammaga. Oldingi videomizda ishlab chiqarish bo'limini ko'rib ketgandik. Bugun shu ishlab chiqarish bo'limi qanaqa sozlanadi, hamma jarayonlarini yaratib sozlab ko'rsatib beraman. Xo'p, ishlab chiqarish sozlamasi bo'limiga keldik. Bu yerda mahsulot asosini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'sha eshikka kerak bo'ladigan barcha ma'lumot asoslari keltirilgan. Masalan, eshik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni eshikning qoplamasi bu har xil turda bo'lishi mumkin. Mana masalan emal LMDF 8 mm yoki emal LMDF 6 mm. Xullas, buni ma'lumotlarini tahrirlash qilib ko'radigan bo'lsak, mana nomi emal MDF 8 mm, standart o'lchami 2015 ga 900 mm. Bo'yoqli bo'yoqsizligini belgilaymiz. Bu yoqda bo'yoqli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda grunt hamda bo'yoq formulasini berib ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni grunt formulasi bo'ladigan bo'lsa, formulani bosamiz. Bu yerda A1 ga bo'yini tanlaymiz, A2 ga enini tanlaymiz hamda grunt uchun ketadigan sarfni bu yerda ko'rsatamiz. A1, A2 nimaligini keyinchalik ko'rib ketamiz. Hamda bu yerda shartli formula ishlatsak ham bo'ladi. Buni ham keyinchalik ko'rib ketamiz. Xo'p, bu yerda atributlarga o'tadigan bo'lsak, dasturni sozlashda, ya'ni ishlab chiqarish bo'limini sozlashda shu atributlardan foydalanishimiz mumkin. Hamda bu atributlardan foydalanib qo'shimcha atributlar ham qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda qo'shimcha atributlar qo'shilgan. Ya'ni bu yerdan atribut qo'shish qilamiz. Masalan, nomi yuzasi bo'ladigan bo'lsa, A1 enini bo'yiga ko'paytiramiz. Keyin esa bu yerda A1 ko'paytiruv A2 qilamiz. Ya'ni bo'yini eniga ko'paytirganda shu yuzasi kelib chiqadi. Ya'ni yuzasini formulasi eni ko'paytirilgan bo'yi bo'ladi. Buni saqlash qiladigan bo'lsak, mana yuzasi degan atribut kelib chiqadi. Xuddi shunaqa boshqa atributlarni ko'rib ketadigan bo'lsak, masalan, bu yerda qolip bo'yini ko'rib ketadigan bo'lsak, ya'ni qolip bo'yi qanday hisoblanadi? A1 ya'ni bo'yi, eshikni bo'yi hamda korobka qalinligi hamda framoga o'lchami. Ya'ni shu 3 ta atribut kerak bo'ladi qolip bo'yini topishimiz uchun. Bu yerda shartli formuladan foydalanilgan ekan. Bu yerda shartli formulada nima? Ya'ni A3 framoga o'lchami katta bo'lsa 0 dan, ya'ni framoga o'lchami 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, A3 ga teng bo'lsa, ya'ni qolip bo'yi framoga bo'yiga teng bo'lsa. Framoga o'lchami 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, qolip bo'yi A1 ayrilgan A2 ayrilgan A2, ya'ni zamir bo'yidan korobkani tepa qismi hamda pastki qismini mana A2 ni 2 marta ayirib tashlaymiz. Endi esa reka bo'yini ko'radigan bo'lsak, reka bo'yi qolip bo'yi, ya'ni rekani bo'yi qolipni bo'yi bilan barobar bo'ladigan. Uchun oddiy formula A1 deb qo'yilgan. Xuddi shunaqa eshik ishlab chiqarish sozlamalari atributlari hamda jarayonlari mutaxassislar tomonidan o'rnatib beriladi hamda shunda to'liqroq tushuncha berib ketiladi. Shunaqa nalichnik, kubik sapoglar uchun ham alohida atributlar yaratib, bemalol ishlab chiqarishni avtomatlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu atributlardan foydalangan holda mahsulot asosi yaratilib olinadi. Bu yerda masalan emal LMDF 6 mm likni ko'rib ketadigan bo'lsak, ma'lumotlarni tahrirlash qilib, mana emal LMDF 6 mm lik 2015 ga 900 bo'yi hamda bu yerda formulasini ko'rib ketishimiz mumkin bo'ladi. O'sha atributlardan keladi bu yerdagi formulalar. Bo'yi hamda eni kerak bo'lar ekan. Ya'ni qancha kraska ketishini hisoblash uchun bo'yini eniga ko'paytiribdi hamda 2 ga ko'paytirib 0.4 ga ko'paytiribdi. Ya'ni shuncha miqdorda grunt ishlatilgan. A1 ga 2015 qo'yiladi, A2 ga esa 900 mm qo'yiladi. Shunaqa qilib hisob-kitob qilinadi. Bu yerda albatta yangi asos yaratib ishlab ketish mumkin bo'ladi. Bitta asos yaratib ko'radigan bo'lsak, masalan, emal LMDF 1 cm deb buni misol uchun yaratib ketyapman.
Xo'p, mahsulot bo'yi 2010 bo'lsin, eni esa 900 bo'lsin. Bu yerda bo'yoqsiz qilib ketaman, formula kiritmaslik uchun. Keyingisini ko'ramiz. Ya'ni oddiy MDF eshik yoki shishali eshik. Agar shishali eshik bo'ladigan bo'lsa, shisha shaklini tanlab ketishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda shisha shakllari kiritib chiqiladi. Masalan, qaysi turdagi shishadan foydalanilsa. Oval dur glass shishasini qo'shish qilamiz. Xo'p. Bu eshik turidan, ya'ni shunaqa shishaliklari ham bo'ladi. Ustama narxi agar shishali bo'ladigan bo'lsa, 20% ustama qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 1 va undan ortiq shisha turlarini biriktirishimiz mumkin bo'ladi. Har biriga alohida ustama qo'yishimiz mumkin. Keyingisi qiladigan bo'lsak, jarayonlar va xomashyolar sarfi. Ya'ni bu yerda qaysi jarayonlardan o'tadi. Jarayonlarni sozlashni ham ko'rib ketamiz. Ya'ni bu eshikni ishlab chiqarish uchun qaysi jarayonlardan o'tiladi. Ya'ni grunt sepilishi mumkin yoki emal sepilishi mumkin, patina sepilishi, upakovka, shu eshik turini ishlab chiqarish uchun yoki nalichnik bo'ladimi, dabor bo'ladimi, o'shani ishlab chiqarish uchun qaysi jarayonlarga pul to'lanadi va qaysi jarayonlardan o'tadi. Shularni biriktirib ketamiz. Mana 4 ta jarayonni biriktirdik. Keyingisi qilib, ya'ni sotuv birligi va narxlash. Narxni material sarfiga qarab shakllantirish. Yoqib qo'yadigan bo'lsak, masalan, xomashyolar tanlanib, ularga sarf formulasi kiritilganda sarflangan xomashyo narxi hisoblanib yozib beriladi. Hamda bu yerda umumiy ustama qo'yishimiz mumkin. Masalan, 50% ustama qo'yadigan bo'lsak, agar mahsulot tan narxi 1 million so'm bo'ladigan bo'lsa, sotuv narxi shu eshigimizda 1.500.000 so'm bo'ladi. Ya'ni 500.000 so'm ustiga 50% ustama qo'yiladi. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana emal MDF 1 santimetrlik eshigimiz yaratildi. Buni endi qayerda ko'rishimiz mumkin deydigan bo'lsak, katalogda katalogga qo'shib olamiz. Eshik. Bu yerda nomini kiritamiz. Emal MDF 1 santimetrlik. Xo'p, endi esa asos biriktiradigan bo'lsak, asosini yaratib oldik. O'sha ishlab chiqarish bo'limidan kelibdi. 2010 ga 900 mana. Buni biriktiramiz. Eshik uslubi qanaqa turdagi eshik bo'ladi? Masalan, klassik uslubdagi eshik bo'lsa, agar qo'shimcha detallari bo'ladigan bo'lsa, masalan, upklad, molding yoki nimadir. Hozircha upklad kiritamiz. Shisha shakllarini kiritib ketgandik. 2 xil shisha shakli bo'ladi deb, ikkalasini ham tanlab ketamiz. Hamda katalogga qo'shish uchun keyingisini bosadigan bo'lsak, bu yerda mana asosi hamda eshik kodi, masalan, eshikni kodlaydigan bo'lsak, 2010 degan eshik bo'lsin. Shisha o'rnatish, ya'ni shisha o'rnatish bor bo'ladigan bo'lsa, hani qo'yamiz. Bu yerda korobka, masalan, korobkasini tanlab ketamiz. Qanaqa korobka? Bu ham ishlab chiqarishdan keladi. Korobka qalinligi shuncha. Bu yerda rasmlari bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda nalichnik bo'ladigan bo'lsa, nalichnik, korona, kubik, sapok. Bu yerda kiritib ketamiz. Hamda dabor turini ham kiritamiz. Shisha o'rnatish bo'ladigan bo'lsa, 2 xil shisha tanlagandik. Shuning uchun ikkitasi chiqadi. Agar 10 xil shisha tanlagan bo'lsak, 10 xili ham chiqadi. Hamda upklad. Bu yerda sotuv vaqtida qo'shimcha detallarni cheklashimiz mumkin bo'ladi. Hamda bu yerda qulfni ham biriktirib ketamiz. Chasvagini ham biriktirib ketamiz. Hamda chasvak soni avtomatik kiritiladi 1.5 ta qilib. Hamda saqlash va davom etish qiladigan bo'lsak, yangi oyna ochiladi. Saqlash qiladigan bo'lsak, oyna yopiladi. Saqlash qildik. Mana muvaffaqiyatli yangi katalog yaratib oldik. Mana emal MDF 1 santimetrlik. Buni endi sotuv bo'limida shartnomalar qilib, yangi sotuv qilib, xuddi sotuv bo'limida ko'rib ketganimiz kabi, bu yerdagi eshiklar o'sha katalogdan keladi. Emal MDF 1 santimetrlik.
Buni keyin tanlash qilamiz. Xuddi sotuv bo'limida ko'rib ketganimiz kabi bu yerda sotish qilib, xuddi shu eshigimizni sotishimiz mumkin bo'ladi. Ishlab chiqarish sozlamasiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda endi jarayonlarni ko'rib ketamiz. Masalan, o'sha eshik qoplamani ishlab chiqarish uchun qaysi jarayonlar kerak bo'ladi? Jarayon qo'shishni qilib ketamiz. Masalan, bo'yash degan jarayon bo'lsa, bo'yash degan jarayon uchun amal qilish bo'limi, ya'ni qaysi bo'limda amal qiladi? Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim, yig'ish bo'limi yoki o'sha kraska bo'limi bo'lishi mumkin. Masalan, hozir birinchi bo'lim qilaman. To'lov birligi, masalan, dona metr kvadrat hamda metrga to'lov qilishi mumkin. Masalan, bir dona eshikni bo'yagani uchun donasiga 10.000 so'mdan berishimiz mumkin. Hamda sarflanadigan vaqt bitta eshikni bo'yash uchun masalan 10 minut vaqt ketadigan bo'lsa, hamda kraskani qurishini kutishimiz kerak bo'ladi. Kraskani qurishini masalan 180 minut kutishimiz mumkin bo'ladi. Bo'yoq sarflanadi, chunki bo'yash degan jarayonga ba'zi jarayonlar bor, masalan press degan jarayonlarga bo'yoq sarflanmaydi. Bo'yoq sarflanadi. Bo'yashda grunt ham sarflanadi. Keyingisida bu yerda qaysi atributlardan foydalanishini kirib ketamiz. Eni hamda bo'yi kerak bo'ladi. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana yangi bo'yash degan jarayonni yaratib oldik. Mana bo'yash degan jarayon. Keyinchalik bu jarayonni atributlarini sozlashimiz yoki ma'lumotlarni tahrirlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni narxi oshadigan bo'lsa, endilikda 15.000 so'm to'laydigan bo'lsak, eshik bo'yash uchun buni narxini o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, endi bo'linmalarni ko'rib ketadigan bo'lsak, ya'ni bu yerda bo'limlar qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bo'lim ishlab chiqarish bo'limi nomi, ya'ni kraska bo'limi bo'lsa, hamda xomashyolarning omborxonasi, ya'ni qaysi omborxonadan oladi. Kraskani omborxonasi alohida bo'lishi mumkin. MDFlarni omborxonasi alohida bo'lishi mumkin. Yana shunga o'xshab, masalan, baraxolka degan omborxonadan olib mahsulotlarni ishlatsin. Yani ishlab chiqarish moderatorlari, bu yerda kim o'sha ishlab chiqarish jarayonlarini boshqara olishini kiritib ketamiz. Hamda saqlash qiladigan bo'lsak, mana kraska degan bo'lim yaratildi. Endi bu bo'limga tegishli bo'ladigan jarayonlarni bu yerdan qo'shib ketamiz. Bo'linmalar, jarayonlar, atributlar hamda mahsulot asosini ko'rib ketdik. Endi esa lavozimlar va xodimlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda lavozimlar, sozlamalarda ham lavozimlar bor edi. Bu lavozimlar dasturdan foydalanadigan odamlarning lavozimlari, ya'ni login parol beriladigan xodimlarning lavozimlari. Ishlab chiqarish sozlamasidagilar esa bu faqat ishlab chiqarishda ishlaydigan xodimlarning lavozimlari. Ya'ni bu yerda lavozimlarga kiradigan bo'lsak, lavozim qo'shish qilamiz. Masalan, bo'yoqchi lavozimi bo'lsa, 3 xil tilda kiritish mavjud. Keyingisini bosadigan bo'lsak, jarayonlarni boshqarish. Ya'ni bu lavozimdagi xodim qaysi jarayonlarni bajaradi? Masalan, bo'yoqchi degan bo'lsak, bu yerda bo'yoqchi nima ish qiladi? Grunt sepadi, emal sepadi, patina sepadi, unda lak sepadi. Mana shu jarayonlarni boshqarish. Saqlash qiladigan bo'lsak, xuddi shunaqa. Keyin xodimlarga o'tadigan bo'lsak, endi esa xodim yaratamiz. Bu yerda familiya, ismi sharifi, hamda telefon raqami, viloyatini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Manzili majburiy emas. Hamda bu xodim naryat asosidami yoki oylik ish haqqi asosida ishlaydimi? Oylik ish haqqi asosida 7 million so'm qiladigan bo'lsak, bo'yna har bir jarayon uchun qanchadir summa kiritgandik, ya'ni eshik bo'yash uchun 15.000 so'm har bir eshik uchun kiritgandik. Agar oylik ish haqqi qiladigan bo'lsak, eshik bo'yagani uchun hech qancha pul to'lanmaydi, faqat 7 million so'm oyligini oladi. Agar naryat asosida qiladigan bo'lsak, 7 million so'm olmaydi, faqat o'sha bo'yagan eshiklaridan pul oladi. Bu yerda keyingisini bosadigan bo'lsak, lavozimini kiritamiz. Bo'yoqchi degan lavozim yaratgandik. Bu yerda o'sha vazifalari avtomatik ko'rinadi.
Agar boshqa vazifalar bo'ladigan bo'lsa ham bu yerdan qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Unda saqlash qiladigan bo'lsak, mana yangi xodim qo'shildi ishlab chiqarishga. Ishlab chiqarish sozlamasi bo'limini ko'rib chiqdik. Hammaga rahmat.